Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga yana bitta qora panteramizni video obzorini boshladik. Xo'p, asha aytib o'tganimizdek 430 ga 230, 4 ta pufiga, 6 ta bolishi bor. MDFli stoli. Ko'pchilik aytayotdi, video obzor qilmayapsiz, qo'ymadingiz dedi. Rozada jinday anaqa bo'ldi mana. Asha aytganimizdek stollarimiz MDFli, bunga ham bitta baho berib berasizlar. Suv, choy, ovqat to'kilsa hech nima bo'lmaydi. Ko'tarami deydi bir ikkitalari mana. Mashina ustiga chiqib beraman sizlarga. 70 kiloman. Hozir rozada bor, yana 5 kilo ozgan turman. 65 kiloman. Mana ko'taryapti meni. O'rtalar. Mana ko'taryapti. Unisiga ko'ninglar, to'q qilinglar. Ichlari 100% sasna yog'och. 6 oyoq qilib ishlangan bu stolimiz. Baquvvatligiga men kafil beraman. Stol ustiga chiqib bemalol lampochkalarni misol mana alishtira olamiz. Tumbalar ham bu plasmas saya sinib ketmaydimi deydi. Sinib ketsa, mana shu yerda sinib ketgan bo'lardi misol mana. Bemalol. Sidinalari pampers prujina. Mana sidinalari pampers prujina. Orqalari o'zini materialda splashnoy qoplangan. Bu material koja emas, lata material mana. Lata material. Koja emas bu. Koja emas. Mana bularni MDF, bularni material lata. Garantiyasini bemalol 5 yil qo'ymay bera olaman. Bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, misol cho'kib ketsa, sinib ketsa, bitta murojaat qilasizlar. Men o'zim borib, besplatniy mashina nima bo'lgan bo'lsa tuzatib kelaman. Faqat pichoq qaychi tegmagan bo'lsa bo'ldi, yirtilmagan bo'lsa bo'ldi. Endi yirtilishiga kafolat bermayman, chunki bu material Xitoyda materiali. Unaqa turetskiy emas, обычный oddiy material. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, 6,5 million so'mdan shu rozi ichi skidga ketgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa 6,5 million so'mdan mana shu narsani qilib beryapmiz. Andijon shahar ichida dastavkamiz tekin. Shahardan chiqdi, pulli bo'ladi. Shuni aytib qo'yay. Xo'p, keyin bir ikkita murojaatlarim bor, endi aytmasam bo'lmaydi. To'g'risi, aka-ukalar, opa-singillar, hojakalar ayniqsa iltimos, variantga so'ramanglar. Men variantga bermayman. Keyin mana shu bir ikkitasini to'g'risi endi jicha rozani kunida endi jicha jahlim ham chiqdi, boshqa ham bo'ldi. 5-4 so'mdan pulimiz qolib ketgan. Telefon qilsa, telefonini olishmayapti, javob ham yozishmayapti. Iltimos sizlarni, bu birovda haqqi. Bu peshana teri qilib pul topganmiz bu pullarni misol. Hozir ham topyapmiz misol. Biz peshana terimizni so'rayapmiz sizlardan, qarz so'ramayapmiz. Mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, eshitayotgan bo'lsanglar, 100 so'mmi, 50 so'mmi, 200 so'mmi, 500 so'mmi, 1000 so'mmi qolib ketgan pullar bor. Shu egalar eshitayotgan bo'lsa, iltimos, shu karta raqamini bilasizlar, tashlab beringlar. Haligi, deb so'rashga majbur qilmanglar meni, iltimos. Men ham shu mana shu sizlarni mana shu ish qilib bergan ishimda mana shundan 5 so'm, 10 so'm oshini bola chaqa baqaman, boshqa qilaman. Sizlardan iltimos, mana shu 5-10 so'm pul menga ham kerak bo'lyapti. So'ramasam bo'lmaydi, ilojim qolmadi. Shuning uchun endi so'radim. Endi xafa bo'lmaysizlar. Chunki endi qarzda bu misol so'rab qo'ymasam, keyin u dunyoda so'ramagansan u mendan qarzingni demasin deb turib so'rab qo'yaman. Xafa bo'lmanglar. Agar bu dunyoda bermasanglar, u dunyoda обязательно albatta berasizlar. Shuning uchun kim qarzi bo'ladigan bo'lsa, vaqtida javob qilinglar. Bitta menga emas, luboyiga. Men shunaqa insonman. Kimdan qarzim bo'ladigan bo'lsa, sraz vaqtida javob qilaman. Chunki qo'limda bo'lishiga beraman men. Iloji boricha qarz olmayman. Xudo xolasa-yu. Mana bunisi kichkina razmer, kuxnaga yasatganmiz, bitta buxorolik akamiz. Bu ham Buxoroga ketadi, bu ham Buxoroga ketadi. Bu kuxnaga Xudo xolasa bu 230 ga 260. 3 ta mana shunaqa mayda pufiga bilan buni hali bolishini olib kelmoqdik. Bu ham sidina pampers prujina, orqalari to'liq materialda qoplangan. 22 pilot machalkasi, ichidagi yog'ochi 100% sasna yog'och, teri aralashmagan.
Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilsanglar, hayitga davr misol mana inshaalloh ulgurganimizcha qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha ro'zani kunida mana hammanglar ro'za og'izsizlar, ro'za tutayotgandirsizlar, misol hammanglarni misol mana hayit ham kelib qolyapti inshaalloh hayitga davr ham ancha-muncha zakasimiz oladigan bo'lsak, ulgutib qilib beramiz inshaalloh. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qila olsa, telefon nomerlarini qoldiraman. Ismim Nodirbek. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Hayitdan keyin balki yangi modellarimiz chiqaradigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Menda unaqa qimmat emas. Misol mana o'zingizlar kommentariyada o'qisanglar ham bilasizlar o'zi misol mana. Men arzon beraman nabrut bozordan ko'ra. Misol mana shu 4 ta pufiga mana bu stolni balandligi ham yerdan 66 bo'ladi. Balandligi baland bu stol. Yani bozor standartidan ko'ra balandroq qilib ishlangan. Shuning uchun endi balki dicha qimmatroqdir, balki arzonroqdir. Endi haqi bo'lmaysizlar. Menda shu o'zim ustravayt qiladigan summam shu. Polni shu gold ishlangan spinkalariga mana ko'rgan bo'lsanglar, tugmalari ham gold, noshkalari ham gold. Narxiga kelsak, 6,5 million. Andijon shahar ichi dastavkasi bilan billa streshda upakovka qilinadi. Boshqa viloyatlarga ketadigan bo'lsa, Andijonda bo'ladigan bo'lsa, olib kirib, joylab chiqib beramiz, xudo xolasa inshaalloh. Shahar ichida dastavkalarimiz besplatniy vodiy bo'ylab olib borib joylashimiz bor. Faqat vodiyga nima desa bo'ladi, vodiy ichida dastavkamiz puli yo'q bo'ladi. Uni ham kelishamiz, xudo xolasa chiroyli inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizlarda ro'za ayyomingiz muborak bo'lsin. Like bosishni unutmanglar, podpiska bo'linglar. Podpiska bo'lmaganlar, xudo xolasa yangi ishlarimizni kuzatishda davom etinglar. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.